Oyi, kompyuterxonaga tushib kelsam maylimi? Mayli, boraqa. Qaytishingda ne olib kelgan? Xo'p, oyijon. Borib kela qol. Assalomu alaykum. Keling. Va alaykum assalom. Nima xizmat? Bahrom degan yigitni tanimaysizmi? Bahrom. Ha, taniyman. Mana shu mahallada yashayman degandi. Chaqirib bera olmaysizmi? Ha, u ketgan. Qayerga? Dangasaligi uchun mana shu uyning egasiga yoqmadi. Haydab bordi, ketdi. Axir. Ha, sizni ham aldaganmi? Qulog'ingizga lag'mon osibdi-da. Yaqinda ham bir qiz kelib ketgandi. Katta supermarketim bor degan ekan. Izlab ovora bo'lmang. Shunaqa yolg'onchiroq yigit. Shu ahvol. Bolaga ish buyur, orqasidan o'zing yugur. Qatta qolib ketdi bu, a? Voy, muncha hayallading, keldingmi? Necha marta yetishim kerak senga? Telefoningni o'chirmagindi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Ha? Oyi, Ha? meni kechiring. Bolam, nima bo'ldi? Ha, ona qizim. Nima bo'ldi jon bolam? Kechiring, oyi, kechiring. Men gunoh ish qilib qo'ydim. Assalomu alaykum. Voy o'zim. Onaginamman. Voy alaykum assalom. Qani? Bir ocham qilaylik. Voy o'zim o'rgilay, erkatoyimdan o'rgilay. Xoliming. Bor bo'ling onam. Yaxshisiz. Nima ishlarni do'ndirib berdingiz endi? Ha, endi o'g'lingiz Nima katta ishlarda ishlaydi axir. Voy. Qachonga shu katta ishlarni ishlaysiz? Ne qilay? Undan ko'rachi, sizni shu uydagi ishlarim sizga minday yetib ortadi. Yaxshi kelding bolam. Akangdan gapir. Akang qani? Yaxshi yuribdimi? Shu akamni gapirmang. Ha. Hali ham o'sha ilmiy ishi deb yuribdilar. O'shada Aytgandi ona. Qornim juda ham och. Har doim degi. Har doim. Har doim qorningiz och. Ovqatingiz bormi? Voy o'zim o'rgilay. Siz yaxshi ko'rib qo'ygan ovqatlarni qilib qo'yganman. Qaynoqqina ona bola bo'lib ovqatlanamiz. Voy o'zim o'rgilay. Boringlarga shukr. Boringlarga shukr. Voy meni ichar o'g'lim, ichar. Qilich. Po'rim. Ya endi bungayiz bor. Ko'z tegmasin. Voy, xuddi bir ishni qoyilatadigandek ko'rinasiz, o'g'lim. Ha endi. Ketdik ichkariga onam. Ha, yuring. Voy o'zim o'rgilay. Men qara, sen uyda bo'lganing yaxshi, bildingmi? Bildim. Hech yoqqa ketmagin. Mana shu uydagi ishlar senga yetib ortadi. Voy bolam, Kiring. Qani, yur bolam.
hammasiga o'zim aybdorman. Oyi, endi nima bo'ladi? Bahromni qayerdan izlaymiz? Unaqa yigitlar tutqich bermaydi. Qidirganing bilan foydasi yo'q. Oyi, meni kechiring. Sizni yuzingizni yerga qaratdim. O'sha yolg'onchini hayotimda yo'q deb hisobla. Hali kelajaging oldinda. O'qiysan, diplom olasan. Keyin bir gap bo'lar. Hozir ikkimiz uchun ham faqat shu to'g'ri yo'l. Oyijon. Bo'ldi, qil asabimni buzma. Yop chakagingni. Bolam, yana janjallashdinglarmi? Qo'yavering ona. Fe'lni bilasiz-ku. Bolam, sen hadeb bunaqa baqir chaqir qilmagin. Axir kelinni ham dardi o'ziga yetarli. Axir u ham o'ylab ezilayotgandir bolam. Tushunaman, oyi. Unga ham qiyin. Oyi, sizga aytadigan gapim bor. Tinchlik bolam. Maslahatingiz kerak edi. Xo'sh. Biz keliningiz bilan chet elga borib davolanib kelaylikmi deb o'ylab o'tiribmiz. Bolam, men o'zi hozir shu gapni senga aytmoqchi bo'lib turuvdim. Ammang, Zubaydaxon, kechagina qo'ng'iroq orqali gaplashsak, aytadilarki, qara bolam, bir tabib chiqqanmish-da. U tabib odamni shunday tomirini ushlab, kasalini, dardini aytib berarmish. Ko'p odamlar u tabibga qatnayotganmish bolam. Bekorga shu odamlar yopirilib bormasa kerak. Shunga kelinim bilan sen ham shu tabibga borib uchrashinglar demoqchi bo'lib niyat qilib turgandim jonim bolam. To'g'ri aytasiz, ona. Lekin biz tabibga ham, folbinga ham borib ko'rdik-ku. Umuman foydasi bo'lmadi. Shuning uchun biz chetga ketishni rejalashtirib turdik. Ilojim qancha bolam. Umidvormiz. Haqiqatdan ham bir yer sabab bo'lib, zo'ra sizlar ham bolali bo'lib ketsanglar. Bolajonim, men roziman bolam.
nima bo'lsa ham sizlar farzandli bo'lsanglar bo'ldi bolam. Ilohim aytganingiz kelsin ona. Aytgandek akam bilan gaplashmadingizmi? Ta'tilga chiqmas ekanlarmi? Uyga kelib siz bilan turib tursalar yaxshi bo'lardi-da. Voy, jonim bolaman. Meni o'ylab nima qilasan? Mendan xavotir olma, ko'ngling tinch bo'lsin. Nima? Meni bo'ri yermidi? O'zim o'rgangan qadrli joylarim. Xudo xolasa, sen ko'nglingni bo'lmasdan kelin bilan bemalol xotirjamlikda chet elga borib kelinglar jonim bolam. Men bu yerda sizlarni orqangizdan duo qilib o'tiraman bolam. Hey bolam. Bu ona bolani gapi eshitgan edi. Qayerga ketayotganding o'zi? Turkiya davlatida bir yaxshi doktor bor ekan. Shuni oldiga bormoqchi edik. Mayli bolam. Yo'linglar ochilsin. Qani, kel. Ilohim. Ilohim, Allohim. Men ham shu kelinim bilan bolamni beumid qilmagin. Ilohim, ser farzand, ser davlat bo'lsin. Orqamizda hammasi qolsin. Allohim. Allohu akbar. Ilohim yo'llaringlar ochiq bo'lsin bolam. Ilohim ona. Aytganingiz kelsin. Baraka bolam. Rahmat. Ey Xudo. Shu bolalarimga ham o'g'ildir, qizdir, bir farzand ato et. O'zimni toychoq bolamda. Ma, choy bilan ichib ol. Ol, yeb ol. Yeb ol bolam. Jumurguli shirinim mani, chiroyligim mani. Ol. Oyjon, Jamshidni bog'chaga o'zingiz tashlab qo'ying, xo'p? Bugun birinchi ish kunim bilasiz-ku, birinchi kundan kechikib yurmay. Bo'pti. Jonim bolam, xayr. Bo'pti. Yaxshi bor, xo'p? Yaxshi bor. Yaxshi o'tiring, oyijon. Qil. O'zim olib borib, o'zim olib kelaman. Xo'p, rahmat oyijon. Ha, bu ish olib boradi bugun, bu ish. Ol bolam, ye. Ye. Shirin chiqibdimi? Allohim. Qizimni baxtini bergin, ilohim. Boshi omon bo'lib yursin. Choy ich. Ich bolam. Ye. Ha, eshitaman. Dilmurod. Ha, ishxonadamiz ham? Bo'ldi, hozir mashina qizdiryapman. Yarim soatda yetib boraman. Bog'cha pastiga. Bo'ldi. Bo'ldi. Stulda. Kechirasiz, singlim. Xayol bilan turtib yubordim. Yomon tegmadimi? Yo'q. Uzr, singlim. Singlim. Obbo. Qayerga ketdik, ha? Jonim bolam o'zimni, aqlligim. Nimadirlar o'rgandingmi bog'chada? She'rladik. Voy, qanday yaxshi. Hech kim bilan janjal qilmadingmi? Bo'ldi. Sizni yaxshi ko'raman. Voy, jonim mana, men ham seni yaxshi ko'raman.